Mekkamchol. 1931-yili otamni Novosibirskka degan. Inam Tapchixon Rahim, Umbar, Do'stmurod, davlat eng kichkinasi men edim. Men shu pilla 7 oylik edim. Inam qo'lda Novosibirskka dedi. O'rmon, debr, lisa, volki, medvedi. Mana shundan inam 9 oyligimda inam o'ldi, 2 oy bordim. Shundan yetim qoldim. Детдомga borib topshirishdi meni. Пусть моя судьба такая. Значит, я его у Бога запросил. Jigit ulgur mekkamchol, letibamni sindirding. Otam olib berib edi, nasibamdan ayirding. Bilmaganni bildirding, ajal bo'lib paymonamni to'ldirding. Uchar edim qanotimni qayirding, yurar edim oyog'imdan toydirding. Bigul, rangsan gul, pufaklari 40dan gul. Hay hayo Rabbim Allah ya, mulla to'rg'ay tong saharda sayraydi. Nega mening otajonim kelmaydi? Rostin aytgin enajon, enayo, mening otam o'zi qachon kelgaydi? Karvon o'tib boradi, ikki o'g'lon karvonlarga chopadi. Otasini ko'rolmagan bolalar enasiga kelib do'stlar so'raydi. Enajon, jon enayo, aytgin otam o'zi qachon kelgaydi? Bigul, rangsan gul, pufaklari 40dan gul. Hay hayo Rabbim Allah ya, ena jotib jilaydi. Yor kelmasin biladi, bilsa qanha qiladi. Allah ya otama jonima, bigul. Aransan gül, pupaklarim hay gül. Rabbim o, otajon, norim o, bigim o, o'ldim o, ketdim o. Hay ota.